Nihoyat uyga qaytdim, ustoz. Ortiq bu yer seni uying emas. Men esa ustozing emasman. Ha, endi sizni boshqa erkatoyingiz bor. Xo'sh, qani o'sha? Pol. Yoki qo'rqitib yubordimmi? Bu jang sen bilan meni o'rtamda bo'ladi. Nima ham derdim. Roziman, ustoz. Unda boshla. Senin noshudliging tufayli 20 yil zindonda o'tirdim. Ustozga bo'ysunish noshudlik deyilmaydi. Ajdaho jangchisi men ekanligimni yaxshi bilarding. Buni yaxshi bilarding. Lekin Ugvay unda emas deganda sen nima qilding? Sen nima qilding? Hech nima. Nomani ololmaganingda meni zarracha aybim yo'q. Ayb yo'q degan? Miyamni bo'lmaqul narsalar bilan zaharlagan kim? Bekordan tongdan shomgacha mashq qildimmi? Kim meni taqdirimni butkul o'zgartirib yubordi? Taqdir meni qo'limda emas. Endi seni qo'lingda. Nomani menga ber. Undan ko'ra o'lganim yaxshi. Men nimaiki qilgan bo'lsam, ustozim men bilan faxrlansin deb qildim. Ayt, sen bilan faxrlanaman deb ayt. Shifu, ayt dedim. Men sen bilan juda faxrlanardim. Birinchi ko'rgan onimda yo'q. Lekin bu faxr meni so'qir qilib qo'ygan ekan. Seni juda yaxshi ko'rardim, lekin maxluqqa aylanayotganingni sezmagan ekanman. Bunga aybdor esa faqat menman. Kechir. Kechir meni. Menga tavba tazarruni keragi yo'q. Qani meni nomam? Nima? Noma qayerda? Ajdaho jangchisi nomani olib ketganiga ancha bo'ldi. Nomani hech qachon qo'lga kirita olmaysan, Taylung. Hech qachon. Hech qachon. Voy. 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 Zina. Sen kimsan? Akasi. Kamina ajdaho jangchisi. Voy. Sen? U panda-ku, to'g'rimi? Pandamisan? Nega bu yerga kelding? Yuzimga tupurgani keldingmi? Jig'imga tegma, keyin tupurarman. Avval qo'lingdan kelsa, mana uni olib ol. Qo'lingdan keladimi? Ha? Va nihoyat.